Bunda aytsa 75 org'noch odam bilan pachka 75 ning farqi bor. Alisher obunachilar zakaz qilganiga qo'ylar zo'r o'ynab kelib. Birinchi partiyaga soni 30 ta eng yiriklari. Menda ham bitmasa ham bitta insof bor odamdan hamma insof bor, bitta bitirib beraman. Xotirjam bo'lib kelishibsan, lakkasi urmay ham kelishsan Saroyga. Bitta like bo'lib, obuna bo'lib ketasiz. Kommentariyaga otasiga rahmat deb ketasiz agar. 30 ta qo'ydan bittasi past bo'lsa ham qolaveradi. Narxini ishonaveringlar, bomba qilib beraman. Haqiqatan arzon qilaman. Hurmatli tomoshabinlar, qo'zilarni yemlashga tayyordan kuchlilarni olaman degan akalar bugun qo'zilarimizni haqiqiy zo'ridan kelgan. Xudo xolasa videoni boshidan bitta like bosib qo'ying aka, sizga ham nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin. Shunaqa qo'zilarni zo'ridan boqish. Xudo xolasa bugungi video syomkamiz akalar chiroyli, manfaatli syomka bo'ladi, chunki qo'zilarning narxi akalar bugun juda ham arzon bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rib turing. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun Xudo xolasa haftaning payshanba kuni bugungi boshlangan kun barchangizga xayrli va barakatli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz akalar, yana arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'idamiz akalar. Saroyda sentrdan Sherzamin akamiz qo'y fermasidan. Sherzamin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher, charchabay, obunachilar, hamma tinchmi? Charchamayapsizmi? Alisher obunachilar zakaz qilganiga qo'ylar zo'r o'ynab kelib qo'ydim. Ishonavering. Suyakni ham o'rnini ko'ring. Mana qo'ylarim mana. Badallarni ko'ravering. Haqiqiy. Yemga tayyor. Shuni tashlaydi bo'ldi, ketaveradi. Qo'zilarimizni xudo xolasa obunachilarimiz uchun yaxshisini olib kelganmiz akalar. Bugun xudo xolasa 100 boshdan oshiq qo'zi qo'chqorlarimiz chiqadi. Chiroyli qilib Sherzamin akamizdan ma'lumotlarni beramiz. Sherzamin aka. Ey, Alisher, qo'ylarni Onu videoni ham ko'ring, to'g'ri, sifatini ko'ring. Bu qimmat summa emas, summa bugun nima deysizlar, bomba deydimi? Bomba qilamiz o'sha. Haqiqiy bomba shayda bo'ladi, ishonavering. Narx arzon bo'ladi, xudo xolasa. Narxini olgan odam borib dodni yuboradi, shundan YouTube ko'rgan odam dodni yuboradi. Bugunga nechta Sherzamin aka? Bugunga bir 150 ta bor, Alisher. 150 bosh. Mana birinchi partiyamiz nechta? Birinchi partiyaga soni 30 ta eng yiriklari. Bundan keyin yiriklari bu sizga narx syomkamizda chiqaraman. O julli variantlar yana keldi, charchoq chiqayapti. Aha. Vallahi ko'ring Alisher. Badani, buni qo'limiz 20 sm mana beliga shuni qo'yganingiz oldin kamera ko'rsating tepana. Agar mana suyakka tegsa qo'y qolaveradi. Qo'ylar lekin badani ham yaxshi ekan. Alisher hammasini ko'ring. Stoykalar. Qorinlab qolibdi o'zi qo'ylar, ha? Qorinlab qolibdi o'zi. Hammasi qorinlab, prosta charchovi bor-da Alisher bularni. Jichcha charchovi o'tib ketsin-da. Hop, Sherzamin aka 30 ta yosh oyligi qanaqa bo'lardi? Yosh oyligi 7 oylik plus minus 7 oylik o'rtacha berilaveradi Alisher. 7 oylik atrofida. Chunki tepasida bo'lmaganmi? Ichida 8 oyligi ham bor. Shunga 7 oylik deyapmiz, jichcha aqabaqa. Uzunligi ham uzun ekanda lekin. Mana qo'ylarni ham ko'ring Alisher. To'g'risi, mana olgan odam ham maza qilsa Alisher. To'g'risi bu darajasi yaxshi ekan qo'zilar kelar lekin. 30 ta qo'yingizdan o'rtacha 100 million degan so'z bo'lsa, misol premda 100 million to'sh oson emas Alisher. Bitta odam 2 yil musofirda ishlayapti-da, to'g'ri tushunish kerak. 6 oydan keyin o'g'risi ham tatamaydi. Chunki hamma tirikchilik, bola chaqasiga yediradi. Mana ko'ring. Agar 30 ta qo'ydan bittasi past bo'lsa ham qolaveradi. Hammasi bir xildan terib qo'ygan. Hammasi bir xilda terilgan. Shu 150 ta 200 ta qo'ydi ichidan terib chiqargan. Bo'y basi qanaqa chiqarib bo'lardi? Bo'y basini bir o'lchab ketamiz, ha, metr deb keling. Mana shu o'lchab ketaylik. Bitta hamcha o'lchaylik, chunki masofadan turib. Buni misol uchun mana shuncha pul to'plab olib, olishni ham o'zi oson emas. Shuning uchun to'liq ma'lumotni aka olinglar bir qator. Alisher mana bo'ylarni ham. Hop. 75. Bo'ynini ushavermang. Uni bo'yni tomiri bor. 75. Ushanglar. Le bo'yni o'sha sariqda, uni qo'yaverim, uni o'sha. Mana yerda hech qancha ichidan tortmadingman men senlarga. Ro'para kelgan o'sha deyman. 70 plus. Ushang. Chunki olgan odam ham bir maza qilsan aka. Mana Alisher. 75 ga yaqin ekan bu. Alisher 70 plus qo'ylar. 70 plus, lekin badani semiz ekan qo'zlarda. Ya'ni Alisher, bunda aytsa 75 org'noch odam bilan pachka 75 ning farqi bor, to'g'risi. Vesida farqi bor. Qo'ylar buni badanni ham ko'ring Alisher. Mana qo'limizda buni mana bunday o'shaganda tepasini ko'rsating qo'limda Alisher. Mana. Lekin qo'zilar haqiqiy yirik ekan qo'zilar. Yemga tashagan tayyor u. Telefonda bakalashga qo'yam, katta ko'rinaveradi-da, olgan odam maza qilsin. To'g'risi. Lekin savdogar kelsa, dehqon kelsa men foyda qiladigan beraman. Sherzaminga qarang, buni uyga borib olib borgandan keyin eng qizig'i aka buni yeb ichari sog'ligi zo'r bo'lsa, aka qo'zi o'zgaradi. Alisher, shariatda 3 kun deyilgan. Bir hafta sinovini qilib beramiz. Nima uchun? Odamlar tushunmaganligi uchun. Metrlab sotilmaydi. Metr ko'rib olish uchun, chiqarib olish uchun. To'g'risi. Hurmatli tomoshabinlar, Keladi ham kelaveradigan qo'ylar bular. Uyga borib boqqandan keyin akalar sog'lom yeb ichib turgan qo'y birinchi o'rinda arzon qo'y hisoblanadi akalar. Buni sizga sog'lom yeb ichib tursa akalar, qachon Anvarbek yutug'ingiz bo'ladi. Xudo xolasa qo'ylarda akalar chehrasiga ko'ring, hammasi sog'lom. Charchovi bor Alisher. Qo'ylar ko'ryapsiz. Hozir charchoq bo'lishi mumkin, lekin
Qo'zilar sifat darajalari yaxshi ekan. Ko'ring mana qo'ylarni. Olgan odam maza qilsa, haqiqiy durug' qo'ydi. Bor-ku Alisher. Hop, Sherzamin aka. Narxida nima gap Alisher? Narxida. Qanchadan qilib beramiz buni? Narxini qo'lda bering. Chiroyli savdo qilamiz. Eshitib turing. 4 million 38 37 3,5 million kamini ham qo'yaman mana. Rabas. 3,5 million kamini qilib beraman. 3,5 milliondan. Ha, chiroyli kamini qilib beraman. 3,5 milliondan yaxshi. Qanchadan o'tib beramiz buni? Sherzamin aka. Berishaveradi Alisher. Ha, chiroyli kamini qilib beraman deyiz. Buni o'tib ham berasiz-da. Bugun narxlarni Alisher. bomba qilamiz. Ishlavering. Men qo'ygan narxda birov qo'ysa, men 50 ming, 100 ming arzoniga men olaveraman shu qo'ydi. Ishonavering. Bozorda sotsa foyda qilmasa aytaveradi. Mana shu yerga aytyapman. Hop, Sherzamin aka buni qarang. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa, qanchadan beramiz buni? Bir joyga bo'lsa Alisher 50 ming emas, 100 mingdan siylab beraman. Bo'ladimi? 30 tasi. 34 dan 30 tasini olsa mana katta 34. 1 million 400 ming so'm. Qo'ylarni holatini ko'rsating mana. Bitta Har bittasini mana ko'rib olinglar kelar. Xudo xolasa hammasi bir xilda, buni ichida kichigi yo'q. Bir xilda saralab terib qo'ygan. Buni Sherzamin aka, bu maqsad soch. Alisher qo'lda bering. O'zi asli qo'yib turgan 30 so'm narxim ham 50 arzon qo'yibman. Uni siz ham men ham juda bilib turibman. Juda yaxshi-da. Eshitdik. Bir joyga olsa taqalgan 3 million 300 ming so'm olasiz mana. 3 million 300 ming. 3 million 300 mingdan dastlabkasi ham ichida Samarqandgacha ama. Dastlabkichilik yetib boradi. 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor. 12 ta viloyatga. Samarqandgacha besplatni. Undan yo kelishining holatda. Mana bu narxda akalar 3 million 300 ming so'mdan bir joyga bo'lsa oling aka. 15 tasini bo'lib oling aka, ketaveradi. Telefon qilsa gaplashamiz bunisini. Endi o'rtasini tayoq tashlab Alisher, endi biz ham chicha non talab. Tayoq tashlab bo'lib bersa mana labizimiz, olishsin mana. Olishsin. 15 tasini ham olishsin. Bo'lib beraveramiz. Ammo teri berolmayman. Teri berishga addini gaplashamiz. Teri berish kelishlarda, xudo xolasa. Kelishaveradi. Ammo qo'yda pasti yo'q Alisher. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa mana buni 3 million 300 ming so'mdan 7 oylikda o'tgan 8 oylikka yaqin qo'zilarimiz bir joyga bo'ladigan bo'lsa 3 million 300 ming so'mdan kerak. Hop, tanlab olishgacha telefon qilsa kelishamiz Alisher. nima 100 ming plus minusi bor. Xudo Ha, xolasa plus bugun minusi bor, ha. Plus minusi bor Alisher. Mana qo'yiladi. qo'y olamiz degan odamni xudo xolasa bugun ishi bitadi akalar. Xudo xolasa. Bir joyga oling akalar. Narxini chiroyli qilib yo'lida qo'yib beriladi akalar. Buni dastlabkasini qilib beramiz, ha? Dastlabki muammo qilishmas Alisher. Dastlabkasini yetkazib Bundan beramiz. keyin qanaqasi bor, Sherzamin aka? Bundan keyingi Alisher katta partiyalarimiz bor. Julli variant. Uni so'rasa video tashab beramiz. Bundan ham yirigi bor. Aha. Ammo hozir chiqaradigan bundan kichigini chiqaramiz. Bundan kichikroq varianti. Narxlari tushib boraveradi. Ha, albatta, narxi tushib boradi pastga. Ko'rib turing akalar. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyalarimizga akalar pashti shular bilan bir xilda, ozgina farqi bor xolos akalar. Lekin partiyasi bitta partiya. Bular soni nechta Sherzamin aka? Bular soni 40 ta Alisher. 40 bosh. 40 bosh. Narigalardan jichcha raznisasi bor, ammo puli ham arzon bo'ladi. Hammasini ko'ring, suyaqli qo'ylar Alisher. Sherzamin aka bular yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligini bular Alisher. Narigalardan shu rosa bo'lsa 1 oylikni 6 oylik plus minus bular. 6 oylik atrofida, pilisi ham bor, minusi ham bor, lekin qo'zilarda akalar bularning ham sifati yaxshi ekan. Narigalarga tushaveradi, suyagi yaxshi ekan, bularda ham. Suyagi zo'r Alisher bular. Suyagi zo'r ekan lekin. Ular oladi. Hurmatli tomoshabinlar, mana mashq qo'zilarimiz ham 40 dona, ichidan nechta olasiz akalar? Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi? Ayirib beraveraman. 5 ta oladimi? Tepasiga kelsa ham Voy, tepasiga kelib, uka kanaldan kelyapmiz, shu Chorva bozoridan, Zaminuzdan, Instagramdan ko'rib kelyapmiz. 50 ming chegirma qilib beraman. Ana labizimiz. Uyga kelsa orzoq qilib berilaveradi Alisher, mana. Mana akalar qo'zilar. Xudo xolasa qo'zilarni akalar tavsiya qilaman, chunki hammasi ham akalar suyaqli. Buni ichidan ajratib bitta, ikkita, 5 ta olaman degan akalamizga tushiradigan variantlar. Sherzamin aka, hop buni bo'ybaslar qanaqa chiqadi? Bo'ybaslari bularki narigilarga 70 plus, bular 70 plus minus. 70 Plusi ham bor, minusi ham bor. plus minusga hisoblanib chiqaraverasiz akalar. Mana qo'zilarimizga akalar bitta baho berib qo'yasizlar. Lekin zo'r ekan-a, lekin hammasi zo'r. Olgan odam maza. sifati yaxshi ekan, lekin qo'zilar akalar. Niyat qilib boqishyapti-da, qanchadir umrda shunga baxtga vaqtlar o'tkazishyapti, umrda o'tkazishyapti. O'shanga arziydigan qo'y. Hop, Sherzamin aka, nech puldan beramiz narxini buni? Alisher qo'lda bering. U mayda chudoq vaqt ko'p bo'lmaydi, to'g'risida. Kimdir ishlovdan bo'ladi. Nari partiyani taqalgani 3 million 300 bir joyga dona kelishamiz. Buni taqalgan summasi 3 million 100 ming so'm, donaga kelishamiz. 200 ming so'm aylanib qilib beramiz. Xursandchilikka. 100 ming so'mdan. Ketaveradi, ha. Endi hammasini joyli olsa ozmas kami ham bor, ha? Agar bir joyga olsa 3 million 100 dan tushib ham beraman Alisher. Tushib beriladi akalar. Xudo xolasa buni akalar maqsad sotish, 40 tasini agar bir joyga olamiz yoki optim narxda o'rtasidan bo'lib olamiz degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa 3 million 100 mingdan ham tushib beriladi akalar. Yakkalabga nima deymiz buni? Tanlab olganlar 32 dan ketdi mana.
3 million 200 ming so'm tanlab olish bitta olsa Vodiyga besplatni, 5 ta 4 ta olsa Toshkentga besplatni. Agar 15 ta 10 ta ortiq olsa Samarqandga ham besplatni ketaveradi Alisher. Samarqandgacha qilib beriladi. Qilib beriladi. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa buni to'liq ma'lumotlarni pastda raqamlarga qo'yib qo'yamiz. O'zlariga ham telefon qilib bemalol olishlari mumkin. Kelar mana. Qo'zlar kerak zo'r ekan, lekin tavsiya qilaman. Bir joyga bo'lsa maza qilasiz ekan mana shu qo'zini, xudo xolasa. Xo'p, Sherzamir aka, bundan keyin yana ham pul ingroq. Alisher, hozir plyusini 31, plyusi 32, minusiga 3 million so'mdan qilib beraman. Ichida nechta? Endi bitta ikkitamiz 5 ta chiqarib beraman Alisher. 3 milliondan. 3 million so'mdan pastiga, chunki tarozi ikkita palla bo'ladi. Dastavkasini o'tgan safar ham shu Qo'qondan, Bag'doddan, Andijondan kelamiz. Zakaz qilishda yetkazib, krupni turga bo'lib olishdi. Shu bo'lsa olyapsiz-da, mana siz video qilyapsiz, olishyapti. Haftada 3-reysga olib keldik. 10 kun ichida 3-reysga olib keldik. Allohga shukr, olishyap, ozgina qo'yib sotyapmiz. Bizniki narx teng. Yumalasa sotamiz bo'ldi. Bu biz 200 ming, 300 ming, 400 ming qo'ymaymiz Alisher. Soniga ishlaymiz, to'g'risi. Xudo xolasa akalar sifatiga to'g'ri kelsa, narx to'g'ri kelsa, telefon qilsang akalar ish bitadi. Qo'zi olaman degan odamning ishi bitadi akalar. Mana qo'zilar. Badallarni ko'ring, hammasi badani zo'r Alisher. Bundan keyingilarga akalar pul yengilroqlari bor, keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyalarimizga akalar yana ham pul arzon variantdan 3 millionni pastda so'ragan akalarimizga 3 millionni pastda qo'zi qo'shqorlarimiz akalar. Hammasi qo'shqorlar buni Sherzamir. Hammasi qo'shqorlar Alisher. Nechta soni buni? Soni 23 ta. 23 bosh. 23 bosh. Hammasi qo'shqor. Hammasi qo'shqor. Necha oylik qo'zi bular? Bular shu 5,5 oy, 5 oylik, 5,5 oylikda. 5 oy, 5,5. Endi 5 oylik atrofida deylik, ha? Endi men sizga yo'q narsani 6-7 oylik demayman Alisher. To'g'risi, bor narsani gapirish kerak. Bo'yi 70 plus minusli qo'ylar Alisher. Xolos yeb ichari zo'r. Ha, bir hafta sinovini qilib beraveramiz. Sog'liq garantiyasi bor akalar. Mana bu qo'zilarimiz xolasa bo'ylari ham shu 70 sm atrofida chiqaveradi, Sherzamir. Chiqaveradi, xudo xolasa. 70 plus minusda. Plusi ham bor, minusi ham bor Alisher. Bu oxirgi partiyamiz qanchadan beramiz Sherzamir aka? Qo'lni bering. Mayda chuda qilmang Alisher. 50 ming, 70 ming emas, 200 ming so'mdan kap bersa mana 28 dan olasiz mana. 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 dan bir joyga olib ko'tarasiz. Leboyni olasiz, sug'urib beraman 3 milliondan dastavkasi ichida mana. 3 milliondan so'mdan 10 tasini zo'rini eri bersa ham chiqarib beraman. O'tib berasiz buni, ha? Telefon qilsa, tanlab olishga 3 million bermaysiz. 3 million demaymiz. 29 dan olasiz mana. Tanlab olganlar. Tanlab olishga mana. 2 million 800 ming so'mdan 23 bosh akalar, ichidan nechta olasiz akalar, xullas kelishiladi. Haydab chiqing akalar, 5 tasini haydab oling, optimum narxda ketaveradi. Qo'zilar akalar juda ham sog'lom, hammasi mana o'ynab turibdi jonivorlar. Bu akalar oxirgi partiyamizda sizlarga bir qator manzilimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi videomizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.